Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mavzuyimiz tuzalmaydigan kasallik yo'q. Har qanday kasallik bir kunda paydo bo'lmaydi. Yillar davomida shakllanadi. Bu bizning noto'g'ri turmush tarzimiz, noto'g'ri ovqatlanishimiz, stress, asabiylik, noto'g'ri muhit, noto'g'ri munosabatlar va bularning hammasi kasallik kelib chiqishiga sababchi bo'ladi. Kasallik qanday kirib kelgan bo'lsa, biz xuddi shunday bu kasallikdan forig' bo'lishimiz mumkin. Odatda biz nima qilamiz? Odatda kasal bo'lsak, vrachga boramiz, o'rganamiz, tashxis qo'yamiz va davolanamiz. Aslida inson shunday ajoyib yaratilganki, inson o'zini o'zi davolashi mumkin. O'zini o'zi organizm tiklaydi. O'zini o'zi organizm tozalaydi va shu orqali inson har qanday kasallikdan forig' bo'lishi mumkin. Nega bu so'zlarni ishonch bilan gapiryapsiz desanglar, men o'zim jigar sirroz bo'lganman 10 yillar avval. Toshkent virusologiyada menga tashxis qo'yishgan, jigaringizni almashtirish kerak, Hindistonga borishingiz kerak. 80 ming, 100 ming dollar atrofida pul ketadi jigarni almashtirish uchun deyilgan. Lekin ana o'sha davrda buncha mablag'ni yo'qligi va men o'zimni hayotim uchun kurashishim zarurligini anglab yetganim va o'zimni o'zim o'rganganim, o'zimni o'zim o'zgartirganim, o'zimni o'zim xatolarimni ko'rib, bularni bartaraf qilganim menga ancha ijobiy ta'sirlarni ko'rsata boshlagan. O'rganishim davomida mendagi qaysi noto'g'ri odatlar bor? Masalan, ovqatlanish bo'yicha qo'yiq ovqatlar iste'mol qilardim, keyinchalik suyuq ovqatlarga o'tdim. Gazli ichimliklar ichardim, faqat mineral suv ichishga o'tdim. Ochlik bilan davolanishni boshladim. Bir haftada har dushanba ochlik, 24 soat ochlik qilardim. Bundan tashqari, masalan, asabiylik, stress bo'yicha endi men asabiylikka, stressga tushmaslik uchun ushbu qoidaga amal qildim. Ya'ni muammoga uchramaslik uchun muammoga yaqinlashmang. Endi men atrofimni tozalashga tushdim. Kim menga noto'g'ri munosabat bildirsa, kim bilan mening munosabatlarim to'g'ri kelmasa, men unday holatlarda o'zimni saqladim. Asosan g'iybatdan, fisq fasoddan saqlandim, insonlarga munosabatlarimni yaxshiladim. O'zim uchun negativ bo'lgan insonlardan men uzoqlashdim. Salbiy holat keltirib chiqaruvchi vaziyatlardan o'zimni ehtiyot qildim. Shunday turmush tarzimni qurdimki, faqat va faqat sog'lig'im uchun yaxshi muhit yaratdim. Birinchi o'ringa sog'liqni qo'ydim. Ikkinchi o'ringa moliya, munosabatlar va boshqa hayot javhalarini qo'ydimda asosan e'tiborni sog'lig'imga qaratdim va hozirgi kunda o'zim uchun eng yaxshi vrach o'zimman. Ya'ni inson agar o'zini doimiy o'rgansa, kuzatsa va har bir qilayotgan ishi, ovqatlanayotgani sizga qanday ta'sir qilyapti, siz buni o'rganib borsangiz, siz o'zingiz uchun eng kuchli mutaxassis aylanar ekansiz va har qanday kasallikdan forig' bo'lsa bo'lar ekan. Hozirgi kundagi xulosalarim, har bir inson o'zini o'zi to'liq davolay oladi. Kelgan kasallik o'zi ketadi. Faqat buning uchun sizdan talab o'zingizni, hayotingizni o'zgartirishingiz shart. Buning uchun dunyoqarashingizni o'zgartiring. Dunyoqarashingiz o'zgarsa, odatlaringiz o'zgaradi. Odatlaringiz o'zgarib, to'g'ri turmush tarziga o'tsangiz, to'g'ri ovqatlanishga o'tsangiz, o'zingizni negativ fikrlovchi insonlardan, noto'g'ri muhitdan olib chiqib, to'g'ri muhitda yashasangiz, sport bilan shug'ullansangiz, albatta zo'r natijalarga erishasiz. Xuddi shunday siz ham agar turmush tarzingizni o'zgartirsangiz, har qanday kasallik, mana men chiqib ketdim jigar sirroz kasalligidan, hozirgi kunda mana to'liq tiklanganman. Siz ham har qanday kasallikdan forig' bo'lasiz. Meni kuzatishda davom eting. Keyingi videolarimda bu kasallikdan qanday qilib to'liq forig' bo'lganman, buni bafurja batafsil tushuntirib beraman.